Siz obunachilar shu vaqtgacha o'zining akkauntini berib, open-case qildirib, ichida biror narsa tushgani uchun pul taklif qilganmi? Конечно, yo'q. Shu imkoniyatni esa menga bitta obunachim berdi. O'z men Telegramda o'tirganimda bitta obunachimdan randomli сообщение keldi. Bu сообщениeni o'qsam, obunachim menga challenge beribdi. Smack, cho'tomuki, qara yangi ultimate ruletgan open-case qilasan, и har bitta olgan materialing uchun $4 dan beraman. Go'mi? Конечно, go. O'z men akkauntga kirib oldim. Akkauntda ko'rishingiz mumkin 8000 da sal ziyodroq UC bor ekan. Biz bugun polni mana shu UC ga qancha ko'p material bo'lsa shuncha yaxshi va o'zimizga foyda. Lekin pul kimga yoqmaydi deysiz. Bizani birinchi qiladigan ishimiz bu shu stirlik bo'ladi. Challenge-da aytilgan, u qanaqa ruletkadan bo'lmasin yoki boshqa narsadan bo'lmasin, nima qilib bo'lsa ham material olish kerak. Ammo sizlar bilan haftasiga bir marta beriladigan ikkita material sotib olaman. Bu ham hisobga o'tadi-yu, to'g'rimi? Mana materiallarni ham oldik, obshi 1000 UC dan sal ko'proq sotib oldik. Endi sizlar bilan ruletkaga kirib, polni ruletkani yeb bitiramiz. Yoki u bizani yeb bitiradi. Nima bo'lsa ham omadimiz kesindi. Hozir birinchi o'rinda biz 60 UC ga ochib ko'ramiz. Men 4 marta, 3 marta admin qilib ko'rishim kerak, chunki bu taktika o'xshashi kerak. Taktika yangasini aqib qo'ydik-ku bu. Mayli, necho. Bizga o'zi 60 UC joy ko'p narsa kutmadik-ku, mayli. Bu zo'r narsa bermasligi o'zi aniq edi. U mana boshda o'zi hamma keraksiz omadlarimiz 60 UC ga ochib ketkizoramiz. Unda oxirida 10 talik ochganimizda normal narsa tushishlari aniqroq bo'ladi. Chunki o'zingizlar ham video boshida ko'rdinglar, UC'miz juda ham ko'p emas, lekin maksimal material olishimiz kerak. Va mana bizda birinchi 10 taligimiz PUBG bizani videoni boshidan xafa qilyapti-ku o'zi. Negadir bizani taktikalarimiz o'xshamayapti, lekin u bir yangi taktika o'ylab topaylikmikin? Endi bu narsalar ham ko'proq taktikaga bog'liq emas, shunchaki prosta omadinglar kelish kerak. Всё, mana bitta 10 talik. Mana bu garantiyadan. Shuni nima oddiy tushganda bermaydi, faqat garantiyada beradi. Hozir biz bitta garantiyani oldik, bundan buyog'i yana 100 ta olsa bitta beradi. Lekin biz garantiyani materialga ishonib qolishimiz kerak emas. Oddiy materiallar ham tushib tursa-da, biz o'sha обычный materialga o'tkazib, skillarimizni kuchaytiradi. Chunki bizda har bitta tushirgan materialimizga pul olamiz. Nuatak hozirgacha ham bermadi. Mana 60 CC'li ochib ko'raman. 60 CC'ga ham bu ham bergani yo'q, lekin oxirida omadimiz kelib qolishi mumkin. Mana kichkina material oldik. Kichkinami kattam nima farqi bor? Kichkina material yig'ib tursak ham oxirida kattasi almashtirib olamiz. Hozir mana propustit bilan bitta 10 talik bosdik mana. Mifik. Yaxshi. Bu nimasi o'zi? Menimcha bu o'sha samolyotda zakraganda havoda ko'rinadigan anonsi. Nima deydi u funksiya? Ko'rdinglarmi? Ko'p PUBG universitetini shodan bilsanglar ham bo'ladi. Chota, lekin men bu ruletkadan xafaman, chunki men xohlagan narsani bermaydi. Hozirgacha ishonasizlarmi, bitta ham material olmadik. Конечно, bu narsa обидно. Har ochganida o'zi ko'rib turibsizlar, qanchadir bir 100 mingga yaqin pul ishlatamiz, lekin bizga quruq bir talik monetkadan boshqa narsa bergani yo'q. Ayni bu 10 talikni bersa kerak. Qani? Va granata berdi. Yaxshi, bo'li yaxshi. Oldida molik ham bor ekan-ku, unda вообще zo'r. PUBG chota meni asabimni buzdi. Hozir sizlar bilan PUBG tarixida eng zo'r taktikani qo'llaymiz. Bu o'sha sizlar bilgan Victor, hozir sizlarga qo'llaydi deb o'shlatib qo'ysak, вообще top Victor bo'ladi-da bu. Ariqda ko'rganman ko'p ruletkalarda, lekin Victor bizga katta yordam bergan. Kim biladi, balki bu safar bizani yana tublikdan olib chiqib ketadi. Mana depini ham o'shlatib qo'ydim, uni skinni o'chirib qo'ysak, вообще chotki bo'ladi. Mana Victorimizni finalniy varianti. Endi sizlar bilan dalcha ruletkani ochishda davom ettiramiz. PUBG bizga normal narsa berishni xohlamayapti, chunki mana bu 10 taliklardan juda ham ko'p ochdi, hali bir tuzukli narsa olganimiz yo'q. Mana bu 10 taligimizdan ochirkan. Kichkina materialda yana bor-ku. Mana bu granata ham atigi 3 tagina monetga aylangan bir 8 ta 10 ta qilmaydimi shuni? Opa, kraskacha oldik. Bizga kraska ko'p kerak bo'ladi, chunki biz imini prokachkani kuchaytirishimiz kerak. Shuning uchun kraskamiz juda ham kam lekin. PUBG ham senga deganda yig'ib hozir kraska haqida gapirib turaman, faqat kraskadan tashqari hech narsa bermadi. Bitta kraskani o'zim berib qo'ydi. Bitta 10 talikda. Bittalikda mana kristal tushdi deyish mumkin-da, lekin bu garant, afsuski. Yaxshi ham o'zi shu garant bor ekan, bo'lmasa boku umuman kristalsiz chiqib ketadigan shu ruletgan deb o'ylayapman, lekin hozircha. Hali ham umidimiz uzilgani yo'q, balki oxirida berib qolar. Mamnaqa hozirda esa ahvolni ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Oxirini ham kutishga o'zi sharoitimiz qolmadi. Atiga 1600 UC'miz qoldi xolos. Mayli PUBG shu ultimatni yoki yana prokatchani bermasang, mayli shu oddiy material ber, iltimos debmi? Va bu PUBG'ni bizdan iltimosimizga ham tupurib qo'ygan joyi bor ekan. Va bizda 1000 UC qoldi. Hattoki ikkita ham ocholmaymiz. Qanchadir bir 60 UC cha yetmaykan ikkita ochishimizga, atak normal. Hozir bizda 1000 UC qoldi. Bitta 10 talik ket. Kristal oldi. Хорошо, PUBG mana kristalni bir garantisiz ham berib turar ekan. Yaxshi, hisobimizga yana bitta $4 qo'shib olsak bo'ladi. Va bizda oxirgi 540 UC'miz qoldi. Hozir unga oxirgi marta bitta 10 talik ochsak bo'ladi. Atak bunisida ham tushib bersa yomon xursand bo'lardim, lekin bunga albatta taktika qilib tashlashimiz kerak. Davayt mana bu ichkarilarga kirib, UC'larga kirib, balo batar hamma narsa qilib chiqamiz. Va bizga PUBG Mobile
O bermadi. Afsuski PUBG yana bizani bomish qilib qo'ydi. Ana endi bizda UC umuman yo'q. Mana bu chap tomonda bilsanglar narsalar beradi. Qancha ochganinglarga qarab hozirlar bilan shularni ovlamiz. Bu yerda ramka и kichkina materialchalar berdi. Bitta katta material olishimiz uchun yana 100 likda ochimiz kerak ekan. U bizda UC yo'q endi. Hozirlar bilan kichkina monetkachalarga mana bu yerda bitta kristal olamiz. Bu kristalga keyin material sotib olamiz. 8100 UC ga open case qildik, lekin bizning kichkina monetkalarimiz atiga bitta kristalgagina yetdi. Qolgan monetkachalarga esa men bu yerda kichkina material sotib olaman, chunki kelajakda biz yana katta material qilishimiz kerak bo'ladi. Balki akkaunt egasi, ya'ni obunachimga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, mana sariq hisob vaqtiga ham keldik. Bizning hisobimizda hozir 4 ta kristal bor. Buni hozir 4 ta materialga alishtirib olamiz. Mana almashtiraman oldik. Hozir men shu joyda $16 ishlab oldim, prikin. Xo'sh. Bizning akkauntimizda 7 ta material turibdi, lekin men bu yerda bizda kichkina materialchilar ham bor. Hozir buni yana bitta materialga almashtiramiz va bizning akkauntimizda shunday qilib 8 ta material paydo bo'lib qoladi. Biz bu materiallarga hozir mana bu yerda yangi kelgan karyakni kuchaytiramiz. Iloji boricha karyakni kuchaytiring dedilar, chunki karyakda mana bu kelchatdan kurslar bo'ladi. Вообще vau bo'lib ishlangan. Materiallarimiz ham yetarlicha menimcha. Xo'p, shunday qilib biz mana birinchi leveldan ikkinchi levelga ko'tarib oldik. Bunda bizga yashik tepasidagi narsa qo'shildi. Ana endi 3-levelga go. 3-levelda ham ko'rishinglar mumkin. Ko'rinishi вообще oqarib muzli bo'lib ketdi. Ana endi biz 4-levelga ko'tarishimiz kerak. Lekin afsuski, yana o'sha gap. Bizda kraska yetmadi. Hozircha ushbu karakterni 4-level qilish haqida bosh qotirmaymiz, chunki akkaunt egalari uni o'zlari hal qilib oladi, kraska sotib oladi. Akkauntimizda bo'yi 8 ta material bor edi. Ammo bu yerda esa 100 so'gamiz uchun bizga 2 ta materialni bonus qilib qo'shib berdi. Общий akkauntda 10 ta material bo'ldi deb hisoblaymiz, lekin akkauntda men ishimdan oldin ham bitta material bor edi. Shu uchun 9 ta material ishladik deb hisoblaymiz va bugungi videoda biz $36 ishlab oldik. Ekranda ko'rinib turibdi. Men yutgan pulni obunachimiz tashlab berdilar. Bu uchun ularga katta rahmat. Open case qilish uchun akkauntlarni berganlariga ham. Bu videomiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Bundan qiziq videolar hali kanalimizda juda ham ko'p chiqadi. Shu uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.